Assalomu alaykum aziz muxlislar. Anchadan beri video qo'ya olmayapmiz. Ma'lum sabablarga ko'ra albatta. Sizlarga ozgina life-hack qilmoqchiman. Foydali albatta kontent. Va mana bunday o'tkazib olish kerak bo'lsa, orqasiga ham ketib qolmaydi. Bu yerga profil qo'yib yubordim. Nimaga? Направляющimiz yo'qligi uchun. Mana bunday qilib profilni kesib oldim. Mana ko'rinishi. O'rtasidan jicha qoldirib kesganman, чтобы sentriga tushirib qotirish uchun dubin. Teshib olib, sverlovda qotirganman, чтобы qayrilib kirib ketib qolmasligi uchun. Va yana bir narsa. Xo'p, mana bunday pichoqda kesdimda o'kakini. Bizda tilda pena deyishadi. Yo, plotni qattig'idan ekan, yaxshi qotgan. Kesib oldimda mana shunday ko'rinishda edi. Yani buni endi qo'lda chiqarish qiyin albatta, yo simda nimadir dedim. Lekin hamma ham malyarlarda mana bunday valiklar bo'ladi, kichkina valiklar sopida. Mana shunday ushlab tortsangiz, juda osonlik bilan chiqib ketaveradi. Tekis. Gipsokardonni solasiz, orqaga ketib qolmaydi. Qisib qoladi. Bu yog'ini bu yoqqa qotirib qo'yasiz. Bu yog'iga gipsokardon qoplab, bu yog'ini ham qilib atkos chiqarib qo'ysangiz, yaxshi xudo xolasa. Mana bu yerga gipsokardon qoplab qo'yiladi, bo'ldi. Yaxshi ushlaydi. Kimga manfaatli bo'lsa, foydali bo'lsa, like bosing, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting.